потеря Армении – вот это гигантская проблема. Armanistonni yo'qotish bu ulkan muammo. Bizning Osiyodagi, O'rta Osiyodagi, aniqrog'i Markaziy Osiyodagi masalalar ana shu biz uchun ulkan muammoga aylanishi mumkin. Rossiyalik propagandachi Vladimir Solovyov Ukrainada bo'lgani kabi Markaziy Osiyo va Armanistonda ham maxsus harbiy operatsiya o'tkazishga chaqiryapti. Teleboshlovchi nutqi davomida Markaziy Osiyoni bizning Osiyo deb atadi. U bu mintaqada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar Rossiya milliy xavfsizligiga jiddiy xavf tug'dirishini ta'kidladi. Propagandachining fikricha, Rossiya uchun Suriya yoki Venesueladan ko'ra Armaniston va Markaziy Osiyo muhim emish. Ularni yo'qotish katta muammo bo'lishi mumkin ekan. Solovyovning aytishicha, Rossiya o'z tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lgan yaqin xorij hududlariga e'tibor qaratishi lozim. Shuningdek, u o'yinlar tugaganini, xalqaro huquq ham, xalqaro tartiblar ham Rossiya uchun ahamiyatsiz ekanligini aytgan. Agar milliy xavfsizligimiz uchun Ukrainada maxsus harbiy operatsiya boshlashimiz zarur bo'lgan bo'lsa, nima uchun xuddi shu sabablar asosida ta'sir doiramizning boshqa joylarida ham bunday operatsiyalarni boshlay olmaymiz, deya savol qo'yyapti Solovyov.